Asma kasalligi haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Asma kasalligi hozir kundan kunga ko'payib bormoqda. Bu kasallik dunyo bo'yicha kattalarda ham, bolalarda ham orasida juda ham tarqalgan. Kasallikning asosiy simptomlaridan bu nafas qisish xuruji, quruq yo'tal va ba'zi holatlarda ozmoz balg'am ajralishi bilan kuzatiladi. Bu kasallikni asosiy sabablaridan bu ichki va tashqi omillar. Ichki omillarda bu irsiyat birinchi o'rinda turadi va giperreaktivligi bronxlarni, tashqi omillarga bu har xil allergenlar hisoblanadi. Bu gul changi bo'lishi mumkin, uy yumushlarida kuzatiladigan changlar, hayvonlarning yungi, har xil oziq-ovqatlar va ba'zi holatlarda dori-darmonlar ham allergen sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Bu kasallikni davolash bizning klinikamizda keng yo'lga qo'yilgan va asosiy davoga qo'shimcha ravishda biz tuzli g'orlarni ham ishlatamiz.